uyimni high-tech fason qildim, lekin darvozani qanaqasidan o'rnatay degan akalarimizga mana high-tech fasonni eng so'nggi udar varianti. Bu darvozamiz polniy holatda qalin materialda bo'lgan, hattoki mana bu ruchkalarni ham nержавейкаdan qilib yangilik fason qilishibdi. Bu darvozamizni uzoqdan qaraganingizda lov etib ko'zga tashlanadigan bo'ladi. Bu darvozadan tashqari mana bu tarafda afsona fason darvozamiz va bu tarafda esa Dubay fason darvozamiz. Qolaversa bu yerda eng so'nggi fasonlarni barchasi bor. Xullas akalar, darvozalar vatanidamiz desak ham bo'ladi. Bularni hozir batafsil ma'lumotlarini Shamshir akadan bilib o'tamiz. Akalar, bu yerda darvozalarning eng so'nggi variantlari bor. Bu darvozalarni uyingizga o'rnatsangiz mahallada bitta bo'ladi. Va usta akamiz bu darvozalarga 5 yilgacha kafolatini beramiz deyishyapti. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Mana bu high-tech darvozamizni uyingizni high-tech qilib, remontini, yeri remont qilib o'rnatsangiz juda ham ajoyib turadi. Va mana bu darvozani qarang, mana bu darvozani high-tech fasonni yangicha ko'rinishi. Hozir bularni batafsil ma'lumotlarini Shamshir akadan bilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Boburjon, yaxshimisiz? Rahmat. Shamshir aka, yaxshimisiz? Keldingizmi? Salomatingiz yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Aka, bu yerda hozir high-tech fasonni yangiliklari bor ekan. Yangiliklari bor, ko'rsatamiz hammasini, xudo xohlasa. Mana bu darvozamiz albatta juda ham ajoyib chiqdi. Bu nержавейкали yangilik variantimi? Nержавейкали qaroqli darvoza bu ham. Endi high-tech, bular ham yangilik darvozalar. Aka, mana shu darvozadan boshlaylik. Mana shundan boshlaylik. Chunki bu darvozamiz uzoqdan qaraganda ham juda ham seryozni yaxshi darvoza. Xizmati ham zo'r, materiallari ham zo'r chiqqan, o'zimizga ham yoqdi. Shuni bir klientlarga, xalqqa ko'rsataylikchi. Darvozamiz juda bachkana ham emas. Bachkana ham emas, yaxshi. Ko'rganda odamga yoqadigan, uy tanlamaydigan variantlardan bittasi ekan. Bu darvozamizni hozir ikki yoni profilmi? Bu darvozamizni ikkala yoni brus. Mana ham brus, tepaga bruslashlarga 8 ga 12 brus bular. Tagi обязательно shviller. Tagi betonni tagida qolib ketadi, tagi shviller. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak 370 ga 355 bo'lgan. Отдельный kalitga o'ngda alohida ruchkalari nержавейкаdan bo'lgan. 4 ga 4 nержавейка qilingan, zo'ldirli. Nержавейкалari ham o'sha qalin nержавейка qilganmiz Boburjon. Sababi parash nержавейка valna berib qolyapti ba'zida. Mana bunda videoda ko'rinayotgan bo'lsa, bitta ham valna yo'q. 0.9 nержавейка bo'lgan. Listlari 1.8. Hop, ichi 6 ga 4 profil, 1.7 da bo'lgan. Hop, ichlarida 4 ga 4 profillari ham bor. Ikkala tomondan list qoplangan, ichi to'la stiklavata, shum chiqarmaydi, bitta ham ovoz yo'q. Va tepasidagi profillari endi 2 ga 2 profil, qora profil bu ham. O'ta yaxshi darvoza. Endi bir xalq ko'rsa, ma'qul kelsa yaxshi. Keyin buni yana bitta yaxshi tomoni, uni profillarda to'g'ri tortilgani uchun suv o'rnaydigan joy yo'q hech qayerda. Yuvishga ham qulay. Suvni sepib yuborsa tushib ketadi pastga, o'rnab qoladigan joy yo'q. Orqalari tekis bo'lgan. Aka, bu darvozamizda mana bu nержавейкasi yangilik bo'libdi. Buni ko'pchilik temirdan qilardi. Temirdan qilsa ham bo'ladi. Bu yangilik qilib nержавейка qilsiz. Buni stenkasi qalinmi? Buni ham stenkasi bir bo'lsa kerak. Lekin nержавейкаларning stenasi parash bo'lsa ham metalldan mustahkam bo'ladi-da, bu osilsa ham chiqib ketmaydi. Bu orqasidan boltga ekali qilib qo'yilgan. Olib qo'ysa bo'ladi buni. Boltga ekali. Aka, bu darvozamizdan yuvgan paytimizda zang chiqarib, kraska mana o'shani yo'qotdik-da, mana zang chiqaradigan joy yo'qdi. Buni hech qayerda. List, silikon list ikkala tomondan yopishgan, chok uloq yo'q, listda ham bitta ham. Ustiga profilni qo'yib, nima qilganmiz? Yopishtirgan, svarkada yopishtirib chiqilgan. Endi shpagilovkasi yo'q emas, bor manalarida, lekin ilojini boricha shpagilovkani oz ishlatilgan. Suv o'rnamasa zang chiqmaydi darvozalardan. Bu suv o'rnamaydigan darvoza bu. Keyin mana bu nержавейкasi ham keyinchalik zang chiqarib, ular holat bo'lmaydimi? Yo'q, nержавейка o'zi umuman zanglamaydigan narsa-yu bu. Bu nержавейкаlarga zavod 25 yil garantiya beradi-da. Agar bilsangiz, hozir Samarqandda ham chiqyapti bu nержавейкani. U zang chiqarib yuboryapti. Yo, bular zang chiqarmaydi. Bu haqiqiy toza nержавейка. Bunisi ham toza nержавейка, bu ham. Garantiyasi bor bu nержавейкалari.
Bizga ham o'sha 25 yilga garantiya ber deb aytishyapti. Bemalol 25 yil tursa kerak endi. Aka, bu darvozamizni kraskasi, laklari qanaqa? Kraskasi laki toza. Gruntovka ham toza gruntovka, o'sha avtomobilni gruntovka sepayapmiz. Hop, kraskasi ham toza kraska, laki ham toza lak. Lakda o'sha Kapchi degan lak bor, ultra bor, o'shalardan sepayapmiz. Bularga matoviy lak, matoviy laki glansoviy qilish ham mumkin. Bu garantiyasi qanaqa bo'ladi? Buni garantiyasi metaliga 10 yil garantiya qilib beraveramiz. Kraskasiga 5 yil qilib beramiz garantiya. Endi 5 yildan keyin endi eskirsa kerak, boshqatdan sepib nima qilinadi. Bu darvozalarda hammasi kraskasi eskirsa sepsangiz yangi bo'laveradigan darvozalarda bular hammasi qora listda bo'lgan darvozalar. Listi ham 1.8 plyusovoy list. Endi misol ba'zalarga 2 kelib qolsa 2 qo'yib berishimiz ham mumkin, narxi bir xil. Shu materiallari, shu razmerini aytdik. Bo'lmasa orqasini ham bir ko'rsatib qo'yasiz, Bobirjon. Endi shu o'tganda hammasini orqasini ko'rsatib yuborayman, hammasini orqasi tekis. Hali bu oldi orqa bir xil qilingan darvoza emas bular. Mana sharnirlarni ham ko'rsatib qo'ying o'tganda. Mana sharnirlar ham katta sharnir hammasi, pachimlikli sharnir. Center zamok. Kimdirlar xohlasa prostoy qilib berishimiz mumkin yoki center zamok qilib berishimiz mumkin. Mana shularning orqasini ko'rsatib qo'ysangiz qaytib o'tib yurmaymiz o'shanda. Buni orqasini ko'rsating, bu ham mana tekis orqasi. Shunda bu darvozamizni mana bu birinchi qavati. Bu birinchi qavati. Oldida ikkinchi qavat turibdi-da, ikki tomondan qoplangan. Ichida qovurg'alari bor-da, buni hammasini ichida. Polni. Darvozamizda shum yo'q. Shum yo'q umuman. Aka, bu darvozamizni kvadrati qanchadan bo'lyapti? Endi Boburjon, shu doim narx qiziq bo'ladi. Buni narxini endi hamma darvozalarimizni narxini ikki xil narx aytib qo'yamiz. Sababi arzon ekan, qimmat ekan degan gap so'zlarni yo'qotish uchun. Shu darvozani 1.200.000 dan 1.400.000 gacha qilsa bo'ladi. Farqi materiallarda jichi farqi bo'ladi, ozgina. Misol listi 1.8 bo'lgan taqdirda ham mana yo'llari shivillarga aylanishi mumkin. Mana stenalari parashlashi mumkin. Shu 1.200.000 dan 1.400.000 gacha qilsa bo'ladi. Endi 1.400.000 liklari eng full bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Mana uni stenasi 2.1 yondordiki. Buni shivillarga almashtirib berdiysa, 10 lik shivillarga almashaveradi. 12 bo'lib qolsa, narxida jicha o'zgarish bo'lib qoladi. Mana shu darvozamiz kvadrati qanchadanga to'g'ri kelgan? Hozir 1.400.000 lik varianti mana shu. Kvadrati 1.400.000 dan, 1.400.000. Aka, bu navbatdagi darvozamiz legendarniy, hozirgi paytda trendda turgan o'sha Dubay fason darvozamiz. Bu ham yaxshi darvoza. Lekin endi xalq o'zi tanib ham bo'ldi bu darvozani. Aka, bu darvozamizda hozir o'zgarish bor ekan. Mana bu tepasi, tahiyasi va mana bularda ozgina o'zgartirish kiritib, darvozamizga yana ham chiroyli vid qilib, jicha o'zgartirish qildik endi chiroyli ko'rinsin deb. Buni razmeri 3.35 ga 3.75, kalitkasi ichida. Razmer eni tor bo'lgani uchun kalitkasini ichida qilganmiz. Buni yonlari shivillar lekin. Hop, 3.30 ga 3.35 ga 3.70. Ikkala yon tagi shivillar bunda, ichlari 6 ga 4 profilda bo'lgan, listlari 1.8. Hop. Nerjavikalari qora nerjavika bo'lgan, ruchkalari 4 ga 4 profildan metaldan bo'lgan. Hali oldingi darvozada nerjavika edi, buniki metal. Mana bu joylariga ham nerjavika ishlatganmiz, pesh burullarini 4 ga 2 qalindan qo'yganmiz, ko'chib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Lekin polni 2 qavat darvoza. Bunda ham shum yo'q, umuman ovoz chiqarmaydi. Aka, temirdan bo'lsa ham juda ham chiroyli turar ekan. Nerjavikada boshqacha. Bu temirdan bo'lsa ham ajoyib turar ekan. Temir ham yaxshi, mustahkam. Bunda ham mana shu ruchkasini nerjavika qilib berilsa, narxi o'zgarmaydimi? Yo'q, o'zgarmaydi. Bu unaqa siz aytayotgan narsalar elementar narsalarda, ular katta pulga razisa qilmaydi Boburjon. Uni klient talabidan kelib chiqib qilib beraveramiz. Mendan bonus deng. Bonus.
Xo'p, buni narxi ham o'sha 1 million 200 mingdan 1 million 400 minggacha. Chunki bular polniy 2 qavatli darvozalarda endi. Chokkan bu darvozada ham, bu ham yaxshi xizmat qiladigan darvoza. Buni agar eni kattaroq bo'lsa, kalitkasi nergisidan bo'ladi. Uni ham ko'rsatib qo'ying-da, o nergisini kalitkasi отдельный turibdi-da. Hozir bunda farqi kalitkasi отдельный ichida bo'lgan, ha? Ha, yo'q, buniki ichida, buniki mana отдельный. Endi 4 metr bo'lgani uchun buni kalitkasini o'ngga chekkada qilganmiz-da. Ha, darvoza qanoti alohida, Ha. kirish Boshga kirgan alohida, inson kirgani alohida, tepasi buniki rishotka emas buni tepasi. Shu farqi. Aka, bu darvozamizni narxi qanaqa endi? Buni narxi buniki ham o'sha 1 million 200 mingdan 1 million 400 minggacha qilib beraveramiz. Klient talabidan kelib chiqib. Kimdir aytadi-da, Boburjon, pulim ozroq aka desa, qilib beramiz. Faqat sharnir tomonga qalin qo'yib beramiz. Ichlariga sal parashroq qo'yamiz. Ish qilaveradi, xizmat qilaveradi o'shasi ham. Endi misol 1 million 400 mingligida polniy qalin bo'lib ketadi hamma joyda. Uni klientlarga tushuntiramiz yana telefonda. Aka, mana shu high-tech fason darvozamiz ham juda moda bo'lyapti hozir. Ha, bu ham hozirgi kunda modadagi darvozalardan. Bu o'zi aslida high-tech. Buni kimdirlar afsona fason deyapti. Yana kimdirlar nimadir high-tech darvozalar endi bular. Bu ham 2 qavatli, bu ham yaxshi darvoza. Buni razmeri 370 ga, yo'q, buni razmeri 380 ga 350. Kalitkasi отдельный o'ngda bo'lgan. Buni materialiga keladigan bo'lsak, ikkala yoni tagi 10 lik shvillir bunda. Xo'p, ichlari 8 ga 4 da bo'lgan buni. Ramkalari 8 ga 4 da bo'lgan, 1.7 tenada. Listlari 2 qavat, shu izolyatsiya qilingan. Taglariga 3 ga 2 profil tortilgan. Xo'p, ruchkalari buniki mana o'sha 4 ga 4 dan qilib, tepasiga nerjivik yopishtirilgan, o'ziga yarashadigan qilib. Rangi mokriy asfalt. Tepasi lazerniy buni ham. Tepasini ochiq, yopiq qilish mumkin. Xo'p, mana o'rta stoyga 10 ga 5, 2.1 stenada bo'lgan. Bularning orqasini ko'rsatdik, tekis. Mana shu darvozani tayyorlash ish jarayonlarini kelib ko'rishsa ham bo'ladimi? Bo'ladi albatta. U o'zi shunda ham uzoq joylardagi bo'lsa videoga olib, rasmga olib tashlab beramiz cho'rtni holatini. Vodiyning ichida bo'lsa bemalol kelib ko'rib ketishyapti. Ha, uzoqdan zakaz qilishsa, bitta ish jarayonlarini tashlab berib turamiz. Telegram, ijtimoiy tarmoqlardan tashlab berib WhatsApp, turasiz. Telegram video qilib jo'natib, gruntovka sepilganini jo'natib, hamma yo'qni ko'rsatamiz. Buni hech qanaqa bekitadigan joyi yo'q. Sababi buni boshida kelishib olgan bo'lamiz, baribir nima qilishdi. Shu, buni ham narxi 1 million 200 mingdan 1 million 400 minggacha qilsa bo'ladi. Shundagi 1 million 200 minglik variant qanaqa bo'ladi-yu, 1 million 400 minglik variant qanaqa bo'ladi? Xo'p, 1 million 200 minglik varianti yonlari profilga aylanadi. Endi mana ichidagi profillari misol 1.7 emas, 1.3 bo'ladi. Misol uchun. Manosini 1.5 qo'yib, qolgan yertini 1.3 qo'yishimiz mumkin. O'shanda narxi o'zgaraveradi. Unga qara 1 million 200 dan 1 million 400 minggacha o'zgartirsa bo'ladi bu darvozalarning narxini. Endi hali odamlar qimmat deyapti ba'zilari yoki shunga 2 xil 3 xil narx qo'yilyapti-da hozir kunda. Puliga qarab, puliga yarashasini yasab bersa bo'ladi. Faqat kelishib turibdi, endi uni hali kelishmay turib parash qo'yib qo'ymaymiz biz ham. Bu ham yaxshi darvoza. Ma'lumotlari yetarli bo'ldi-da buni. Ha, bu darvozamizning ma'lumotlari yetarli bo'ldi. Aka, mana shu nerjivekasi darvozani yuvamiz yoki mana bu issiq kunlarda ko'chib ketmaydimi? Buni nerjivikani qilib qo'yishni boshlaganimizga Boburjon 1.5 yil 2 yildan o'tdi. Biror joyda hali ko'chib yo boshqa bo'lgan yo'q. Endi hozir kilaylarda ham yaxshilari chiqib ketdi. O'sha aynakni bir-biriga yopishtirib qo'yapti. Ko'chgan yo'q hali. Bu suvga ko'chmaydi, issiqqa ko'chmaydi. Endi kimdir buni ko'chirmoqchi bo'lib ko'chirsa, endi bilmayman, ko'chsa keragi, lekin o'zidan o'zi ko'chib ketgani yo'q. Mana shu darvozalarimizni haftada bir marta yuvamiz. Mana quyoshda turayapti, ko'chgani yo'q lekin. Klientlardan ham hali ko'chdi degan nima tushgani yo'q. Oldinlar 1-2 yil oldin kilaylar ham bunchalik emas. Hozir kilaylari ham rivojlanib ketdi. Baquvvat yaxshi yopishyapti. O'zimiz
Nerjevikani Nerjevika tomoniga yopishtirib ko'rdik. Silliq tomonini bir-biriga qilib yopishtirib ko'rdik. Bir 2 kundan keyin ko'rdim o'zim ko'zim bilan. O'ta mahkam yopishgan, zo'r holat. Buni kafolati bor, ha? Hammasining kafolati bor. O'sha metaliga 10 yil desa 10 yil garantiya qilib beramiz. Aka, bu navbatdagi darvozamiz ham albatta juda ham ko'p zakaz bo'ladigan darvozalardan bittasi. Skromniy. Xuddi shunaqa. Odamlarga yoqadigan, uy tanlamaydigan, o'ta ko'pchilikka yoqadigan, o'ta seriozniy, yaxshi chiqadigan darvozalardan, ish ko'rsatmaydigan darvozalardan. Buni bir 2 yildan bir qilyapmiz, hali to'xtagani yo'q. Mana bu ikkalasini, bittasini kaltkasi отдельный, bittasiniki ichida tushuntirib o'tamiz hozir. Bu darvozamiz Hasan Husan ekanda. Hasan Husan, ha. Bu qayerdan zakaz bo'lgan darvozamiz? Bu darvozalarmi? Ha. Bu biz hozir ko'rsatadigan darvozalarimiz hammasi sotiladi aka. Bu bizni oldi sotuvrasdamiz. Endi ichkarida klient darvozalari bor, ularni terib yiqqan ish ko'payib ketadi. Bularni hammasini biz sotuvga qilganmiz. Mana katta yo'lni yuzi ko'rsatib qo'ying. Agarda uylarga razmeri tushib qolsa, darvozani shundoq tushsa sotamiz. Narxi beraverasiz. Ha, tushsa sotamiz. Materiallar shu aytilgandek, sifati o'sha aytilgandek. Shunday. Xo'p, mana bu ikkala darvozani shunisidan boshlaymiz. Men razmeri buniki 3.5 ga 3.5 bo'lgani uchun mana kalitkasi ichida. Mana yerga zamok qo'yiladi. Xo'p, yoni, ikkala yoni tagi shivillir. Qanotni ramkasi 8 ga 4 bunda, ichlari 6 ga 4. Listi 1.8, ikkala qavati ham. Mana bu ikkinchi qavati mana stiklavatani solingan, mana gipga deb bukib turib qilingan. Mana yerda ham karniz bor. Chok kam bu darvozada ham. Hop. Buni tagi soqqol ekan, ha. Tepasi ochiq rishotkali. Havo aylanishi uchun. Havo aylanishi uchun. 3.5 ga 3.5 razmer. Buni ham ruchkalarini o'sha 4 ga 4 dan qilib qilganmiz, yaxshi. Bularni ham narxi o'sha buniki 1.200 dan 1.300 gacha qilsa bo'ladi buni. Hop, keyingisi shuni kattarog'i. Razmeri 3.95 ga 3.65. Buniki brus yonlari. 8 ga 12 brusdan bo'lgan. Ko'rinish katta ko'rinadi. Tepa ikkita stoyka ham 8 ga 12 dan bo'lgan. Tagi shivillir. Va o'rta stoyka ham 8 ga 12. Hop, qanot ramkalari 8 ga 4, ichlari 6 ga 4, 2 ga 2 profillari ham qora bo'lgan. Hop, karnizlari shu qo'yilgan. Buni ham suv o'rnamaydi. 2 qavat utiplit qilingan, orqasi tekis variantda. Bu to'sqichlari ham hattoki qalindan qo'yilgan 2 ga 2. Tagi ham 2 qavat. Endi uni bilan buni farqi mana buni tagida taroq terib qo'yilibdi. Uni tagida soqqa qo'yib qo'yilgan. Rangida ham necha farqi bor. Bunisi sal ochiqroq, bunisi sal to'mliroq qilib ishlangan. Qaysi biri yoqsa shundan qilib beraveramiz. Buni ham shu narxi 1.200 dan 1.300 gacha qilsa bo'ladi. 1.300 mingliklari 12 lik shivillarda bo'ladi yoki 12 ga 8 brusda qalinida bo'ladi. 3 stenasida bo'ladi. Bu hozir 1.200 minglik. 1.200 mingdan qilsa bo'ladi bo'ladi. Ha, hozir bu 10 lik shivillar, bu 12 ga 8 brusda 2 ga 1 stenasi. Aka, bu darvozamiz ham rosa trendga chiqdi. Samarqand fason darvozamiz. Kimdirlar buni Pantera darvoza ham deyishyapti. Shunaqa. Bu o'sha legendarniy darvoza bo'lib qoldi-da. Hozirgi kunda ham odamlar so'rab keladi shu darvozani. Yaxshi darvoza bu ham. Bir qarashga chiroyli, mana yonlari bilan o'ta chiroyli, bagati turadi-da bu darvozamiz. Ha, bu darvozamizga ozgina, kichkina yangilik kiritsangiz ham juda ham chiroyli bo'ladigan darvozalardan bittasi ekan. Xuddi shunaqa. Men misol uchun gullarini tilla qilib qo'ysa, yana ham boshqacha bo'lib qolaveradi-da bu. Endi kimgadir shunday yoqadi, ammo skromniy haligi bir xil svet ham yaxshi lekin. Buni razmeri 3.25 ga 3 metr, darvozasini o'zi. Mana nalichkalari bilan jicha katta ekan. Nalichka 10 sent oldiga chiqqan, 30 sent yonga yurgan, trubalar qo'yilgan. Bu trubalarni misol to'rtburchak qilish mumkin. Ha, misol yumaloq qilish mumkin. Buni ham ichlari o'sha 6 ga 4 profilda bo'lgan, biri 7 da. Listi 1.8. Kraskasi toza kraska buni ham. Bu ham utiplit qilingan. Bu bir qavatli darvozada endi bular mana shircha verilisi ikkinchi qavati. Bu parashlis.
Buni misol 0.9, 1, 1.2 gacha bo'ladi. Buni shuni orasiga stiklovata soltirib, buni ham ovoz chiqmaydigan qilingan. Ammo gullari ham hammasi original gul qo'yilgan. Rangi darvozamizni birinchi qavat listi bilan mana bu shershavirli listimizni orasida shumkasi bor. Shumkasi bor. Endi buni misol 3 qavat qilish ham mumkin-da. Bunda orqada profillar ko'rinib turadi. Hozir bu darvozada. Buni orqasini to'la yopsa, unda 3 qavatga aylanadi, unda shumkasi yana ham ko'payadi. Ko'raylik aka shuni. Bo'lmasa ko'ring. Orqasida profillari ko'rinib turibdi. Shuni splashni yopib yuborsa 3 qavatga aylanadi-da bu. Shunda yana bitta shumka bo'ladi. Shumkasi yana ham ko'payadi. Endi narxi ham o'zgaradi. Aka bu shumkasi mashina shumkami yoki stiklovata solyapmiz hozirgi kunda. Keyin penoplast ham solyapmiz ba'zi darvozalarga. Uni haliga nerga ko'rsatganlarimizga penoplast ham solyapmiz. Shu buni mashina shumka ham qilib bering deysa, qilib bera olasizmi? Qilib beramiz. Yopishtirib qilib beramiz uni ham. Hop, bu darvozamizni razmerini aytdik. Narxi 1.200.000 so'm Boburjon. O'lchab olish, o'rnatib berish, hammasi o'sha 1.200.000 so'mning ichida. Endi bitta tomoni bor bu darvozada. Mana misol 325 ga 3 meni darvozam deydi odamlar. Yo'q, buni nalichkasini qildirmasangiz qilib beramiz shu pulga. Agar nalichkasi bilan bo'lsa, razmeri o'zgaradi-a buni. Katta yadi. Misol 325 emas, 390 hisoblash kerak qoladi yonini. Tepalari ham juda chiroyli chiqqan. Piramidaga o'xshatib qildik tepalarini. Darvozamizni mana bu arkasidan tortib gullari hamma yog'i bir-biriga yarashibdi. Hattoki mana bu gullari ham darvozamizga juda ham yarashgan holatda tushgan. Aka, bu darvozamizni arkasi haqida gapiring. Arkasi nima deydi buni? Endi buni arkasini iloji yo'q, kesib turib bukiladi. Keyin yana svarka qilib, shpagilovka qilib tekislangan. Buni boshqa ilojisi yo'q. Buni stanoklar ham bunchalik gradus tegib bera olmaydi. Lekin svarkasini boshqatdan kuyib o'xshatgan, haligi tekis qilinadi, o'xshatiladi, lekin yorilmayapti. Yaxshi. Buni yana bitta narsa, mana tepasidagi nimasi o'zgarishi mumkin. Mana bu toshli, qaysidir birida yumaloq toshlisi bor, bodomlisi bor, yer yong'oqlisi bor. Shunga qarab o'zgartirish mumkin, klient talabiga qarab. Telegramda aloqaga chiqsa, darvozani suratini ko'rib turib, bu yerlarni hamma joyini o'zlari tanlab, hattoki bitta ikkita maslahat qilib, yangili ham kirib ko'ramiz, ha. O'zgartirish mumkin. Keyingi darvozamiz Boburjon, high-tech bu ham. 380 ga 360 buni razmeri. Aka, mana shu darvozamiz ham juda trendga chiqdi hozir. Juda ko'p qilindi shu darvoza ham, yaxshi darvoza o'zi ham. Xo'p, buni ham o'sha ikkala yoni tagi shivillar, o'rta stoyga 10 ga 5, 2 ga 1 stena, ichlari 6 ga 4 polni, 2 qavatli darvoza bu ham. Mana bu joylarda o'sha lazerning o'ziga yarashgan joylari bor. Buni endi gullar hozir archali, buni misol yulduzchalik qilish mumkin. Klient talabidan kelib chiqib o'zgartirilaveradi. Hop, nerjavikasi qora. Buni sarig'i bor. Endi uni ham shu klient talabidan kelib chiqib o'zgartirsa bo'ladi. Mana shu lazerli gulimizni necha xil turlari bor aka? Buni masalan, buni juda ko'p turi bor. Versace qilib, har xil gulli qilsa bo'ladimi yoki cheklangan holatdami? Yo'q, buni Versace qilish mumkin, yulduzcha qilish mumkin. Yana klientning o'zida bo'lsa, bitta chizma qanaqadir tashib bersa, shunaqa berishimiz mumkin. Buni har xil qilsa bo'laveradi. Tepasi ochiq. Tepasini ham yopib qo'yish ham mumkin, orqasidan liskadab yopib qo'yish ham mumkin. Bu ham shu ruchkalari metaldan qilingan, ustiga nerjavika yopishtirilgan. Bu darvozamizning metr kvadrati 1.200.000 dan 1.400.000 gacha chiqadi bu ham. O'sha materialiga qarab qilsa bo'laveradi. Hop. Kalitkasi o'ngda, chekkada. Agar kichikroq razmer bo'lsa, Boburjon, mana shu joydan bu yog'ini qilinadi-da, kalitkani bunga joylanadi. O'rtaga, yo bunisiga, yo bunisiga. Klientni uyini holatidan kelib chiqib joylasa bo'ladi. Buni endi razmeri 380 bo'lgani uchun kalitkasini отдельный qilingan. Narxini aytdik. Bu darvozamizni Samarqanddan zakaz qilsa, aka, qandoq olib borasiz bu darvozamizni? Samarqanddan zakaz qilinsa, buni tarqatiladi-da, o'sha yerda o'zida yig'iladi-da keyin.
o'sha bayda yasayotganda, yasash jarayonida buni ajraydigan qilib ketiladi hamma joydan. Yuklab, olib borib o'sha o'zlarining joylarida terib, yana o'sha svarka bo'lgan joylarini boshqatdan o'sha yerda o'zida kraska qilib o'rnatib beramiz. Vodiyni ichiga bo'lsa butun olib borsa bo'ladi. Endi voha Toshkentlarga hammasiga buni sochib olib boriladi. Darvozamizni maydalab, kerakli joylardan ajratib, u darvozamizni upakovka qilib, olib borib, o'sha joyingizda shundoq qilib terib berasiz. Terib beramiz. Agar yaqinlat olsangiz, shuni yaqinlatingda kamerangizdan upakovka qilib qo'yganman. Mashinangizning orqasida turibdi. Shu darvozani Qirg'izistonga ketyapti, kechqurun upakovka qildi. Boshqa chet davlatlarga ham qilyapmiz-da, Tojikka, Qozoqqa qilyapmiz. Ularligini ham shu upakovka qilib jo'natyapmiz. Shuni kargoga tashlaymiz hozir olib borib. Darvozamiz yo'lda ketayotgan paytida shikast yetmaydimi? Yo'q. Endi hozir texnikalar ham zamonaviy bo'lib ketdi-ku, bolalar ham usta bo'lib ketdi. Buni bir joydan hech nima qilmay olib boramiz, o'rnatib beramiz. Endi bitta ikkita joylari misol uzoq yo'l qirilib qolishi mumkin. Unga kraskasidan berib yuboramiz. Shu yerda o'zida bilinmaydigan qilib ishlarni bitirib beramiz. Hop, keyingi darvozamiz o'sha taroqli darvoza bu ham. Razmeri 3.90 ga 3.75 balandligi. Hop, nergi tomonda ikkita ko'rsatdik. O'sha darvozani sherigi bu ham. Mana bunisi ulardan farqi mana bu 12 lik shivillarda bo'lgan. Hop, mana o'rta 12 ga 8. Tepa ikkita ham 12 ga 8. Tepasi buni ochiq yulduzchali lazer. Nergilardan farqi. Ikkala yoni tagi 12 lik shivillar. Qanot ramkalari 8 ga 4. 2 ga 2 lari ham o'sha qora profilda bo'lgan. 2 qavatli bu ham shumka qilingan. Buni ham mana 1 million 300 mingliga mashi Boburjon. Mana 12 lik shivillar 1.8 lik 8 ga 4 1.7. 1 million 300 ming buni narxi. Hop, keyingisi Boburjon Dubay o'sha nergi tomonda ham ko'rdik. Buni razmeri 3.95 ga 3.5 ekan. Bu mana 12 ga 8 brus bo'lgan. Bu ham o'sha listlari 1.8, ichlari 6 ga 4 qalin. Buni kalitkasi chapta отдельный. Razmer katta bo'lgani uchun tepasi yopiq. Bu ham o'sha 1 million 200 mingdan 1 million 400 minggacha qilsa bo'ladi. Nerjivikalari qora, ruchkalari 4 ga 4 dan bo'lgan. Buni oshcha gapirishdi, keragi yo'q, chunki nergi tomonda ko'rsatdik. Общий bitta ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi. Kalitkasi chapta отдельный. Hop, keyingi darvozamiz bor. Shuni sal gapirib o'tamiz. Sal narx qulayroq darvoza bu. Reflyonka deyiladi. Reflyonkani zamonaviyrog'i. Hop, buni razmeri 3.5 ga 3.5. Materiallariga keladigan bo'lsa, korobka qismi 8 ga 8 profilda bo'lgan, 1.7 stenada, tagi shivillar. Ichlari 6 ga 4, 1.3 stenada bo'lgan. Polni 1.3 da bo'lgan, listi 1.3 buni ham. Hop, endi 1.2 chiqsa kerak. Shu pechatda bu ham, chunki pechatda eng qalini 1.2 chiqyapti-da hozir. Bunda balolarni qo'yilgan, nerjivikalarni yangilik qilib qo'yilgan. Tepa qismi lazerni. Ruchkalari mana 4 ga 4 dan qilib ishlangan. Rangi shu balotoviyroq rangda. Agar videoda ko'rinayotgan bo'lsa, yaxshi darvoza. Metr kvadratini 750 ming so'mdan qilib beryapmiz buni. Aka, bu darvozamiz shunda pechatli bo'ladimi yoki ruchnoy darvozami? Bu gibridda, mana misol monos pechat buni ham, lekin bularini qo'lda yopishtirilganda hammasini. Gibridni bu. Lekin yaxshi xizmat qiladigan darvoza, modasi uncha-munchaga o'lmaydigan darvoza bu ham. Ko'p odamga yoqadi. Hali bu o'rtacha odamning darvozasida. Mana bular hammasiga to'sqichlari qo'yilgan. Mana misol abmankalarda qilingan 100% darvozalarimizda to'sqichlari bor Boburjon. Shu to'sqichi ham misol 50 ming 60 ming pulda tashkil qilib qoladi-da. Kimdirlar buni qo'ymasligi ham mumkin. Misol uchun. Xo'p. Bo'ldi, buni opshipda ko'rsatdingiz-a? Endi yana mana bitta qulayroq darvozamiz bor. Haligi
o'ta qimmat bo'lmasin, materiali zo'r bo'lsin deganlarga bitta yaxshi darvozamiz bor. Xo'p, 3.15 ga 3.5 darvoza, ikkala yon tagi shvillir, listi 1.8. Faqat bir qavat. Va buni ham mana karnizlarini ko'ring-da, juda chiroyli chiqqan. Zina qilib ishlangan bir qavatli darvoza. Mana ruchkasi 3 ga 3 nerjavikadan bo'lgan. Ichlari 6 ga 4 buni ham. 6 ga 4 1.5 stena. Buni narxi 1 million so'mdan chiqadi. 1.8 list, bir qavatli. Misol menga listli darvoza kerak, arzonroq kerak deganlarga shuni tavsiya qilsa bo'ladi. Bobirjon, keyingi darvozamiz teskari arka deyiladi, pianino deyiladi. Razmeri 3.60 ga 3.5, kalitkasi o'ngda отдельный. Xo'p, ikkala yon tagi shvillir, 2 qavat, bu ham 1.8 listda bo'lgan. Xo'p, mana bu joylariga purut qo'yib ishlangan buni. Haligi anjon karniz qo'yardik, oldin anjon chashpay chirib ketib qolyapti. Mana purut, truba bor, keyin list. Utuplit bo'lgan 2 qavatli darvoza bu ham. Xo'p, qanotli ramkalari 8 ga 4 bunda, o'rta stoyka 10 ga 5, tepa stoykalar ham 10 ga 5. Xo'p, buni narxi 1.200.000 so'mdan. Rangi korishniy. Hamma joy mokriy bo'lib ketib, bitta korishniy ham qildik, to'qroq, ochroq. Ikki xil rang bor. Matviy bular. Ko'rsatgan darvozalarimiz ko'pi matviy, gapirib o'tmayapmiz o'shani. Misol buni klient talabidan kelib chiqib, hammasini glansiviy yoki matviy qilish mumkin. Buni narxi 1.200.000 so'm. Aka, mana shuni so'ramoqchi edim. Bu darvozamizni rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydimi? Yo'q. Misol rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. O'sha aytgan klient qanaqa rang yoqsa, o'shani sepib beramiz. Hozirgi kunda endi mokriy, zangor ranglar moda bo'lib ketdi. Endi bitta korishniy ham bo'lsin deb shuni ham qilib qo'ydik. Kimgadir ma'qul kelsa, shundan qilishimiz ham mumkin. Aka, hozir ruchnoy darvozalarni ko'rsatdik. Albatta bu darvozalar narx-navosi qimmat. Bu arzonroq, shundayroq darvozalar ham bormi aka? Bor. Arzonroqlari ham bor. Mana keyingi darvozamiz narx qulayroq. Pechat 3 metrga 3.60, nerjavikalarda qo'yilgan, chiroyli. Yoni 8 ga 6, tagi shvillir 8 lik. Ichlari 6 ga 4, 1.1 stenada bo'lgan. Listi 1.2. Xo'p, bu darvozalarimizni narxi 450 mingdan 650 minggacha chiqadi Bobirjon. Materialiga qarab. Hozir bu darvozamiz pechatlimi? Pechatli, Shtampovkali. Shtampovka darvoza. Ha, mana bu joyi 3D ga o'xshab zo'rdan ajoyib ko'rinar. Yangilik fasonda bu ya. Shu darvozamizni 450 mingdan 650 minggacha qilsa bo'ladi. Yana bor, nergi tomonda arzonroq darvozalar bor, hozir bitta ko'rsatib qo'yamiz darvozalarda ham. Arzonlari ham bor lekin. Bobirjon, mana arzonroqlari orqada. Endi bular ham arzon bo'lib bir yomon ish emas, faqat endi materialiga qarab narxi qulayroq. Hop, mana bu reflyonkamiz, haligi nergi tomonda ko'rsatdik. Mana bunda nerjavika yo'q, bu soddaroq varianti. Razmeri 3 ga 3.30, rangi korishniy, listi 1.2, trubalari 1.3 da bo'lgan, 6 ga 4 trubalari. Ikkala yoni 8 ga 6 profil, tagi 8 lik shvillir. Buni narxi 700 ming so'm. Nimaga deganiga nerjavika yo'q. Shu 50 ming arzonroq o'sha hisobiga nergisidan. Bular ham o'sha nergi tomonda ko'rsatgan pechat darvozalarimizdan. 8 ga 6 bo'ladi yonlari, tagi shvillir bo'ladi. Listi 1.2, profillari 1.3 bo'lsa, 650 ming nerjavikasi bo'lsa. Shuni nerjavikasi bo'lmasa 600 ming. Endi listi ham 0.9 bo'lib, turbalari ham birlik bo'ladigan bo'lsa 450 ming. Mana misol mana nerjavika yo'q ekan, mana 600 ming varianti. Ya'ni shu bilan buni ikkalasini materiali bir xil, faqat bunda nerjavika ishlagan joyi yo'q, narxi 600 ming. Endi lisi 0.9, turbasi bir bo'lsa, bu ham 450 ming. Mana keyingisida nerjavika bor. 650 minglik. Listi 1.2 da bulardi hammasini. Hozir o'sha 0.9 listda qilmay qo'yildi. Mana bunisi ham bor. Mana usini ham ko'rsating. Fasoni yaxshi. Mana bunisi ham 650 ming variantda. Razmeri 3.45 ga 3.45 mana shu darvozamizda. Mana ruchkalarini qilib qo'yilgan. Bu ham listli darvozadan kam joyi yo'q. Faqat mehnat qulayroq, materiali arzonroq bo'lgani uchun narxi qulay. Men misol nerjavikani olib tashlasam 600 ming, qo'yib bersam 650 ming.
lisini almashtirsam yana arzonlashi mumkin. Endi bu orqada ko'p bunaqa darvoza. Endi hammasini ko'rsatsak vaqt ham yetmaydi. Klientlar telefon qilsa, tashlab ber desa, har bittasini rasmi bor menda. Tashlab beraveraman. Qaysidir ma'qul kelganini qaytarib tashlashsa, shu deysa, ishlarini bitirib beraveramiz. Bobirjon, shu ko'rsatgan darvozalarimiz endi xudo xolasa bir ko'rishsa klientlar ma'qul kelganini qilib beramiz, ishlarini bitirib beramiz. Yana orada yangiliklarimiz bo'lib qolsa, sizni chaqiramiz, yana xalqqa ko'rsatib davom etib ketaveramiz ishimiz bilan. Sizlar vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun rahmat. Aka, sizga ham katta rahmat. Darvozalar haqiqatan ham juda ham ajoyib. Ayniqsa mana bu yangilik fasonlarimiz. Xudo xohlasa, yana yangilik bo'lsa chaqirsangiz, Yangilik bo'lsa chaqiramiz. chiroyli qilib yetkazib, ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib o'tib, xudo xolasa hammani ishini bitirishga harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha. Aka, sizga ham katta rahmat. Xudo Sog' xolasa bo'ling. sog' bo'ling. Salomat bo'ling aka.